Алдыңғы дәрісіміз biz shu har qaysi bo'laklarni o'zaro biriktirish masalasini ko'rib o'tdik. Endi bu biriktirishni ko'rib o'tgan ekan biz shu har bir bo'lakni yana bo'laklarga parchalab bo'lamdi, shu masalasini ko'rib o'taylik. Buning uchun birinchidan shu biz parchalmoqchi bo'lgan bo'lakni ma'nosidan keyin shu bo'lak to'g'rilab yoki shu bir bo'lakni tanlagandan keyin bu jadval bu yerdan qarasak bu yerda bo'laklarga ayirish endi telefondan yonga deb bir buyruq bor. Bu chiqmay qolsa bu yerdan mana yeyib olsak bu yerdan chiqadi. Bu orqali bo'ldi. Yoki o'ng cheksakmi yana bu yerda buyruq bor. Shu biz bo'laklarga bo'lmoqchi bo'lgan bo'lakning ichki qismida ma'nosining to'g'rilab Nurbergni to'g'rilab turib sol ma'nosini sol cheksak bu yerda bo'laklarga bo'lish deb buyruq bor. Yoki Qur'on stolidagi bu ya'ni shu bo'laklarga bo'lish buyruqi. Buni bosgandan keyin qarasak tuvangdek bir ko'znak chiqdi. Hani bu yerda ikki tanlashtir bor. Birinchisi buni stone bo'yicha bo'laklarga bo'lish, ikkinchisi ya'ni ma'ni shu qur bo'yicha bo'laklarga bo'lish. Endi bu yerga qarasak, ma'ni stone deganda bo'yicha bo'lish deganda bu yerda stone soni deb o'zgardi. Qurni tanlagan vaqtimizda bu yerda qur soni deb o'zgardi. Masalan, men buni qur soni qilib, bu yerga qarasam bu yerda 2 deb ekan. Bu ko'ngilli qiymati. Buni biz shuni necha qurga bo'lmoqchi bo'lsak, o'shaning qiymatini biz shuncha qur qilib tanlasak bo'ldi. Masalan, men 2 qur qilib turib, jazmlashtirishni bassam, meni ma'ni bizga 2 qurg bo'lib ayirib berdi. Men bu biz ko'rib o'tmoqchi bo'lgan bo'laklarni har bir bo'lakni ya'ni boshqa kichik bo'laklarga ayirish masalati. Endi bizning yani ko'rib o'tmoqchi bo'lganimiz avval biz yangi bir bet ochaylik. Yangi bet ochgandan keyin masalan men bu yerga bir qur yoziq kirgizay. Tuvandagi yoziq kirgizdim. Endi biz yoziqni jadvalga aylantirib bo'lamdi. To'g'risida to'xtalib baqaylik. Endi buning uchun men shu yoziqlarni hammani bir yoziq kirgizgandan keyin men tanlay. Tanlagandan keyin bu yerda jadval. Bu yerga yoziqni tanlagandan keyin qarasam bu yerda aylantirish deb bir buyruq bor ekan. Bu chiqmay qolsa ya'ni yeyib ochimiz aylantirish. Bu yerga qarasam bu yerda yoziqni jadvalga aylantirish deb buyruq bor. Buni men buni ijro qilay. Qarasam tuvangdek ko'rindi. Endi mishan ijro qilishda tuvangdek bir qancha buyruq bor. Masalan, shu bo'laklar bo'yicha, endi mishalki ya'ni shu pesh bo'yicha, endi yana hech qanday belgi ayirmay turib bo'lakni jadvalga aylantirish haqida bir qancha buyruq bor. Buni biz uyg'urcha qilgan vaqtda, masalan, bu yerda pesh qilib turib, biz bu yerga uyg'urcha xatning orasiga pesh belgisini qo'yib, buyruqni basak balkim ishlamasligi mumkin. Buni ama xatni yozmagan o'tirdagi peshlarni biz bu yerda xat nusxasini boshqa masalan inglizcha xat nusxalari to'g'rilab turib, undan bu yerda pesh buyruqni basak amalga oshirish uchun biz uyg'urchani uyg'urcha yoziqlarni jadvalga aylantirganda odatda bu yerda boshqa degan tanlab turib, masalan men bu yoziqlarni o'tirg'a chekit ishlatdim. Bu yerga chekit qo'ydik. Cho'qim bu chekit bizning xat nusxasini uyg'urcha tanlagan holatda chekitimiz bo'lishi kerak. Buni jazmlashtiray. Qarsam mana buni shu xatning bayon yozilgan xatning o'tiridagi chekitni asos qilgan holda bizga har bir xatni bir jadvalni har bir xatni bir bo'lak qo'yib bizga bir jadvalni chiqarib berdi degan gap. Bu xatni jadvalga aylantirish masalati. Ya'ni shuningdek biz shuni tanlagandan keyin aylantirish bu yerda men jadvalni yoziqqa aylantirish ma'lum qilib shu boshda ishlanib bo'lgan jadvalni ma'lum sap yoziq holatiga aylantira olamiz. Bu yoziqni jadvalga aylantirish va jadvalni yoziqqa aylantirish masalasi ya'ni.